Kutilmagan xabar: Durdona Qurbonovaning internetni portlatgan videosi ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Durdona Qurbonovaning yashirin to'y va internetni portlatgan kelinlik videosi haqida haqiqat. So'nggi soatlarda internet olami iste'dodli aktrisa Durdona Qurbonova atrofidagi yangi shov-shuvlar bilan qizib ketdi. Ijtimoiy tarmoqlarda aktrisaning kelinlik libosidagi videolar virusdek tarqalib, muxlislar orasida turli taxminlarni yuzaga keltirdi. Keng jamoatchilik e'tiborini tortgan ushbu videolarda Durdona milliy urf-odatlarimizga xos tarzda oq libosda va kelinlik salomi bilan namoyon bo'ladi. Tabiiyki, bu holat aktrisaning ashaddiy muxlislari orasida Durdona Qurbonova yashirincha turmushga chiqdimi degan savolni tug'dirdi. Gap shundaki, videolarning sifati va tasvirlardagi tabiiylik ko'pchilikni bu haqiqiy to'y marosimi ekanligiga ishontirishga sal qoldi. Biroq vaziyatga professional ko'z bilan qaraganda, bu shunchaki navbatdagi ijodiy jarayon ekanligi oydinlashadi. Kadrlar syomka maydonchasidan olingan bo'lib, atrof muhit, yoritish chiroqlari va kadr ortidagi muhit bu haqiqiy nikoh oqshomi emas, balki yangi film yoki klip jarayoni ekanligini ko'rsatib turibdi.